Bu safar ham konditsioner haqida, konditsionerning ziyoni haqida. Eshitgansiz, qulog'ingizga chalingan konditsioner ziyoni borligi, lekin aynan qaysi tomonlama ziyoni bor? Mutaxassis sifatida oddiyroq qilib, soddroq qilib, qisqa qilib tushuntirib ketaman. Va video oxirida esa o'sha oddiy yo'l bilan o'sha ziyonni bartaraf qilish yo'lini ham o'rgatib ketaman. Avvalo, buni ziyon tomoni, eng yomon tomoni xonani quritishi. Bilasiz, yozgi kunida o'sha derazalarni ham, eshiklarni ham kam ochamiz, sababi konditsionerga kuchlanish kelmasligi uchun, har bir issiq havo tashqaridan kelmasligi uchun. Lekin konditsioner ishlab turgan paytda namlik xona namligini o'ziga tortadi. Namlik qolmaydi. Men sizga oddiy qilib tushuntiraman. Bir soatda 1 litrgacha suvni o'ziga olib tashqariga chiqarib qo'yishni ko'rgansiz. Konditsionerda shlangi bo'ladi, suv chiqargan tashqariga chiqarib qo'ysa suv tortadi. 1 soatda 1 litr kerak bo'lsa 2 litrgacha namlikka qarab o'ziga suvni oladi. Bu degani xonada namlik qolmaydi. Bilasiz, inson organizmi uchun, inson sog'lig'i uchun, bolalar sog'lig'i uchun, o'zimiz sog'lig'imiz uchun albatta bu namlikda normasi bizga kerak. Eng muhim narsalardan biri o'sha xonadagi namlik darajasi. O'rtacha 40 dan 60 gacha bo'lishi havo namligi. Bu insonga sog'lig'iga yaxshi. Deylik, agar nima bo'ladi, agar xonada deylik qurib qolsa nima bo'ladi? Teri quriydi, tomoq og'riydi, salbiy tomonlari juda ham ko'p. Buni meditsina isbotlagan, nam havoni. Va u yerda nima bo'ladi? Chang ko'tariladi. Aslida nam havoda chang o'tiradi. Chang yengil havodan bo'ladi. Namlikdan yengil bo'ladi-da, o'tiradi. Lekin havo qurib bitgandan keyin qayerlardadir yotgan changlaringiz, o'sha burchaklarda hech kim ko'zi tushmagan joylardagi changlar ham yengil bo'lib ko'tariladi. Bu tomoq og'rig'i, meditsina uni yaxshi isbotlangan. Endi bu yerda qanday jarayon bo'ladi? Aslida qanday, nima uchun namlik qolmaydi? Men sizga ilmiy ozgina tushuntirib ketaman. Derazani qish kunda kuzatgansiz, derazangiz terlaydida oqadi, suv oqadi, to'g'rimi? Uni ko'p kuzatgansiz. Bu yerda kondensat paydo bo'ladi, ya'ni kondensat. Doim gaz, ya'ni doim bug' sovuq havoga qarab intiladi. Intilgan paytda, derazaga tekkan paytda, bug' tekkan paytda u yana namlikka aylanadi. Bu havodagi namlik ketadi. Xuddi shunday konditsioner ichidagi freon kelib, isparitlarda ichki blokimiz ichkarida freonni turib beradi. Turbalari isparitl muzdek bo'ladi. Bu yerdagi havo, ya'ni xonamizdagi havo unga tekkandan keyin yana bug'ga aylanadi. Bu suvga aylanadi-da, chiqib tashlaydi. Shuning uchun albatta bunga e'tibor berish kerak, namlikka. E'tibor bering. Bu bolalar sog'ligi uchun ham juda yomon narsa bu. Shuning uchun masalan nima uchun o'sha ko'p gapiradi meditsinada, quruqlik, teri quriydi, juda ham yomon holatga kelib turadi. Odam qariydi, ajin tushadi. Bu havo qurishi yomon narsa. Unaqa. Endi oddiy yechim aytaman. Uyingizga oddiy, mana ko'rsaman. Termometr ichida billa gidrometr ham bor. Gidrometr bu namlikni o'lchab beradi. Mana hozir ko'rsataman sizga. 25 gradus issiq, 56 gradus anaqa gidrometrda 56 ko'rsatyapti namligini. 40 dan 60 gacha namlik yaxshi degani. Bu albatta turishi kerak. Bu arzimagan pul turadi, ya'ni bozorga borgan paytingizda buni ham uyingizni haroratini nazorat qila olasiz, ham o'sha namligini ham nazorat qila olasiz. Bu arzimagan pul turadi. Keyin yechimi, eng yaxshi yechimni aytaman sizga. Shunaqa jarayon bo'lib qoldi. Quruq havo. Oddiy paqirda suv, cherakda suvni akirib qo'yish. O'sha konditsionerga yaqin joyga, chetroqqa qo'y, odam nazar tushmayotgan joylarga qo'yib qo'yish. Nima bo'ladi? Qo'ysangiz namlik sizdan emas, namlikda shu paqirdogi ko'proq chiqib ketadi. Ya'ni bu juda ham katta foydasi bor. Masalan, siz namligingizni olmaydi-da, paqirdogi namlik to'ladi. Rosa chelak ilsa kattaroq, usti kattaroq bir patnisga o'xshagan narsaga suv quyib qo'yishingiz ham juda ham yaxshi holat. Masalan, ko'plar bilasiz, sochiq namlatda ilib qo'yishadi, doka ilib qo'yishadi, bir joyga doka namlab qo'yib qo'yadi. U ham yaxshi narsa, lekin kechqurun tunda bo'lsa ham, kunduz bo'lsa ham cherakda suv turishi kerak. Bu oddiy yechim. Endi yaxshiroq yechimi bor. Oddiy yechimi do'konlarga borsangiz, ulajnitel deymiz, ya'ni namlantiruvchi qurilmalar chiqib ketgan turi ko'p namlantirish xonamini o'zi normasida, o'zining datchigi bor. Normasiga qo'yib qo'ysangiz, xonani namlab, doim namligini nazorat qila oladi. Ya'ni ulajnitel namlantiruvchi. Endi uy holatida, uy sharoitida albatta cherakda suv turishi kerak. Bu shu yosh bolalarimizga sog'lig'i yaxshi. Bu videoyim agar foydali bo'lsa, albatta like va podpiska bosing. Shunday konditsioner haqida endi boshladim. Juda ham ko'p faktor aytib chiqaman. Mutaxassis sifatida juda ham ko'p faktor bor. Konditsioner to'g'ri foydalanish haqida. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar.